Hop, bugun speaking haftaligimizdan 6-kuni and boshladik. Bugun nima haqida gaplashamiz o'rtoqlar? What do you think? Yeah? Do you have any guess? Qiziqishlar va bo'sh vaqtim. Yes. Okay, what else? Yana nima? Thank you for your information, Ms. Shahla teacher. Yeah, you're very welcome. Zo'r tushuntiryapsiz. Thank you so much. Boshdan beri qatnashib ketgan. Yes, Azizda, I know you. Baba, assalomu alaykum. Marhaba, birinchi kun. Yes. Bugun bizda birinchi kun qatnashayotganlar juda ham ko'p. Okay, very nice. Hop, bugun o'rtoqlar siz bilan gaplashadigan mavzuyimiz bu specific hobbies haqida gaplashamiz. Hobbies va bo'sh vaqt haqida gaplashamiz. Cause we have a plan. Bizda plan bor edi. 7 kunlik uni yuborib qo'yganman. O'sha hobby mavzu bo'yicha bugungi mavzumiz o'tadigan mavzuyimiz hobby bo'ladi. So then we'll start demak boshladik. Hop. O'rtoqlar, o'zi kelinglar birato'lanaqadan boshlaylik, chunki har safar so'rardim, o'tgan safar so'raganim uchun bilasizlar. Bugun sal levelni oshiramiz. B1 darajadagi niqalar bilan ishlaymiz, okay? Savol turlari, qanaqa javob berish kerakligi bo'yicha, ya'ni levelinglar 0 bo'lgan odam ham, A1, A2 bo'lgan odam ham bemalol B1 darajada gapirsa bo'ladi. Mana shu darajani hozir bilan ko'rib chiqamiz, okay? So, then we'll start. Demak, boshladik. Hop. Qanaqa qilib gapiriladi? Misol uchun, for example, first one is how do we speak in English? Birinchi navbatda qanaqa gapiramiz deydigan bo'lsak, kelinglar birinchi hobbimiz haqida gapiramiz. Yes, pastroq tushirib, bu yoqqa kelingiz ustiga. Hop. Hobbimiz haqida qanaqa gapiramiz? Bizda oldingi darslarda o'rganganmiz, qanaqa gapirish kerak hobbi haqida. Yes, it means general information deganlikni o'tib o'tganmiz. Misol uchun, hobbingiz nima ekansiz? Qaysi payt shug'ullanishingizni, nima uchun sizning hobbingizni va nimaga yaxshi ko'rishingizni aytganmizda, to'rtta narsani ko'rib chiqamiz. Endi buni kengroq, yoyibroq ko'rib chiqamiz. O'shanda yaxshiroq bo'ladi. Hop, bitta mavzuga misol uchun aytaylik, sizning hobbi mavzusi uchun uni qanaqa qilaylik, qanaqa gapirish kerak deydigan bo'lsangiz, mana shuni ko'rib chiqamiz. Okay, birinchi introduction part bo'ladi as usual. Hop. Part 2 ga harakat qilaylik. Mavzuni farqi yo'q, part 2 ga harakat qilaylik. Okay? Mana shu mavzuni ham part 2 deb olsangiz bo'ladi, misol uchun agar if you want. Because we also have like these questions bu yerda qanaqa emas, IELTS savollar bilan ishlamaymiz, guys. We're just working with general questions. Biz general savollar bilan ishlaymiz, o'shaning uchun e'tibor berib tursanglar, o'tga ham olsanglar bo'ladi bemalol. Hop, ketdik. Introduction part. Hamma narsani birinchi introduction partdan boshlaymiz, yes? And well, first of all, we say that I have several hobbies. So, several nima degani? Endi bizga vocabulary kerak bo'ladi. Several. Nima degan several degan? I have several hobbies. Nima deb aytgan bo'laman? Who knows? Guys, be quick. Tezroq. Several. Interesting and hobbies. Okay. Hop. Pastga yubordim. Several degan so'z nima degani? Misol uchun, mana bu yerda bor. I have several hobbies. Yeah? What's the meaning several? Guys, be quick. Bilmasanglar bilmayman deb yozinglar bo'ladi. Bilmasangiz bilmayman deng, bilsangiz javobini ayting. Okay. So, others. Tezroq o'rtoqlar. Several nima degani? Yeah. Yes, bir qancha degani. Misol uchun, buni o'rniga many ni ham ishlatsak bo'ladi. I have many hobbies degan bo'ladi. Bu several degani bu ham bitta sinonim bo'ladi. Ya'ni ketadi, okay, o'sha hisobiga. So, ketdik. I have several hobbies. Mana ko'p hobbilarim bor, lekin hammani ko'p hobbisi bor, lekin bitta hobbisi juda ham zo'r hobbi bo'ladi. Ya'ni sizga yoqadigan, siz yaxshi ko'radigan. And I have several hobbies, but my favorite one is photography, reading novels, playing chess. And it's my versions. Bular mani versiyalarim. Xohlaganingizga o'zingizga qo'yasiz. Misol uchun, bo'lishi mumkin listening to music. I have several hobbies, but my favorite one is watching TV bo'lishi mumkin. Mana ko'p hobbilarim bor, lekin ularni eng yaxshi ko'rganim, eng zo'ri demoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa ishlatasiz. Keyin, in my free time, I usually go out with my friends, play sports, learn new things. Mana bu anaqa bo'lib qopti. Mamajon o'rni o'zgarib qopti. Mamadan keyin birinchi mamadan keyin buni aytishimiz kerak edi.
Yeah, YouTube'da ham borda. Anaqa Okay. In my free time, I usually bu ketdi yo'q ishlab turing hozir. Kerak emas. Biz nima narsa haqida gaplashamiz? Because we're just talking about our hobbies, yes? And that's why. Ho'p. Ketdik. Birinchi aytdik, I have several hobbies dedik, but my favorite one is nimadir. O'zingizga aytasiz. Hozir beraman sizga gapirishga, o'shaning uchun tanlab turing, nima gapirishingiz, o'zingiz hobbingizni eslab o'ylab turing. Okay. I started this hobby when? Qachon boshlagansiz bu hobby bilan shug'ullanishni? Biz oldin o'tganlarimizni osonroq versiyasi edi. Endi biz sal qiyinroq, kompleksroq versiyasini ko'ramiz. Okay, I started this hobby when I was a child. When I was a teenager, last year I started this hobby. Such last year bo'lishi mumkin, yes? Qachon boshlaganingizni aytasiz. Hozir hamma aytadi. Okay, and you need to say that what was your first hobby? My first hobby was nimadir? Любой narsa bo'lishi mumkin. Playing phone bo'lishi mumkin, futbol bo'lishi mumkin, and bla bla, juda ko'p narsa bo'lishi mumkin. But later degan keyinroq I became more interested in, misol uchun, reading deylik. Oldin futbol o'ynash bo'lgan hobbies, lekin hozir o'zgartiryapsizda. Uni katta bo'lgani sari o'zgaryapti, chunki biz katta bo'lgani sari qiziqishlarimiz o'zgaradi. O'shaning hisobiga hobbi ham hammada o'zgarishi mumkin. Misol uchun, men yoshligimda salonchi bo'lishni yoqtirardim. It was my hobby when I was a child. Yoshligimda shu narsa yoqardi. Lekin katta bo'lgandan keyin men уже reading o'tib ketganman. I like more reading books. But later I become more interested in reading books because sabablar, it's more exciting for me. It helps me to learn these things. Okay? Tushundingizmi? Qanaqa javob berish kerak menga nisbatan? Xo'p. Ketdik o'rtoqlar. Endi buni aytdik nimaligini. Endi nima qilamiz? Endi mana shuni ko'rganimizni bitta o'zini practice qilamiz. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Xo'p, ketdik o'rtoqlar. Menga ikkita odam qo'l ko'tarsin. Sizlardan so'rayman, qolganlar yozib turadi. Men bittaga yozib tursin, o'zinikini yozib tursin. Nima hobbisi, nima qanaqa, nimaligini. Okay, mikrofon ko'taringlar, shuni menga aniq qiladi. Kelasizlar. Yes. Mikrofon shuni ko'tarib yuboringlar. Jama, no, you're just talking always. Har doim javob berasiz. Javob bermaganlar javob bersin. Chunki уже vaqtimiz kam qoldi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hafta kun tugayapti уже. And that's why bundan keyin hech qanaqa imkoniyat bo'lmaydi. Okay, Nozmaxon, Bahromga. Yes, hi, hello. Nozima. Chiqib ketdilar. Okay. So, who else? Daisy gapirsinlar. Yes, Daisy deb yozib qo'yganlar. Let's start. Okay. Hi, hello. I guess she doesn't want to speak. Feruzbek. Let's start, Feruzbek. Hamrayev. Yeah. Hi, hello. Hello, How are you? I am fine. Okay, just can you talk about your hobby? Can you speak me? You can speak. Yes. What is your hobby? My hobby is programming. I am interested in write code by computer. Qarang, Firuz, men aytgan bo'yicha, manba bo'yicha, struktura bo'yicha bitta gapirib bering menga. U o'zingizni versiyangizda gapirmoqchi bo'lganingiz. Endi bu versiya bilan gapirib beringchi, qanaqa bo'lar ekan? Misol uchun, I have several hobbies. Rostdan hobbilaringiz ko'p-ku. Bittasi anaqa programming deb ketdik. I have several hobbies, but my favorite one is reading. Playing chess. No, o'zingiz kelayotgan, I started this hobby when I was a teen. Okay, I have several hobbies, but my favorite one is
coding. I started this hobby when I was um, teenagers. My first hobby was um, Yes. Anything. любой хобби не творури. chess, playing chess. But later I become more interested in Coding. Hozirgi coding hobbies coding because it is interesting for me. Yes, right. Davom Shoshib qoldingiz ozgina. Hozircha mashqgacha o'rgandik, mashqgacha dedim. Thank you so much. Yaxshi. Просто ozgina Thank shoshib qoldingiz. Okay. Yes. Yes, for your Urdu now. Sertifikati bor ekan anaqada. Главныйda. How is that? Yes. Let's start. Hi, hello, miss. Hi. Hi, Hello. I am Nilufar. Hello. Okay. Just can you talk about your hobbies? Okay. I have several hobbies, but my favorite one is reading Quran. I started this hobby when I was a child. My first hobby was a cry, but later I became more interested in learn English because I live in the United States. That's why. Yes, very nice. Your speech is really cool. Good, thank you. So, okay, guys. Kim yoqol qolib ketdi bu yerda? Yaxshi, zo'r, молодец. Mana shunaqa, okay? Mana o'zingiz aytayotganingiz oddiyroq versiya, ammo aytayotgani bu leveli balandroq bo'lgan versiya. O'shaning uchun ozgina anaqa bo'lishi mumkin, lekin bu yerda hamma so'zni bilasiz. Hamma so'zni biladi. Просто qanaqa joylashtirishni ko'rib olsangiz, bilib olsangiz bo'ldi. Okay, ketdik. Hobbimiz
Mana shuncha gapirma, ovoz eshitilmay qolibdi. Mana bitta ovoz yo'q, bilmayman, ovozim o'chib qolibdi ekan. Guys, okay, next one is nomga qaramayman-da. O'chibdi? Okay. Well, endi yaxshi eshitilyapti. Mana bunday mikrofonga qarab turishim kerak. O'zimga o'chib qoldi ekan. Xo'p, ketdi. Keyingisi nima bo'ladi? Detail haqida gapiramiz. Ya'ni, bitta narsani gapiryapsiz, hobbingiz haqida ketdik. Endi uni detallashtiramiz. Ya'ni, chuqurroq kiramiz o'sha bitta hobbini ichiga. Qaysi payt qilishingizni, qayerda qilishingizni, nimaga uni qilishingizni, qanaqa o'zingiz his qilishingizni, mana shu to'rtta narsani gapirishamiz, okay? Well, o'zi yaxshi eshitilyapti-ya? Nechuk. Well, I usually spend about 2 hours every evening weekends. Ya'ni o'sha hobbiga bitta narsaga qancha vaqt sarflashingizni aytasiz. Qancha vaqt sarflaysiz misol uchun? Men aytishim mumkin, kitob o'qishga men kuniga 1 soat yoki yarim soat sarflashim mumkin. O'sha narsani aytaman. I usually spend about half or an hour today, an hour every day on my hobby. Hobbimga mana shu misol uchun yarim soat, 1 soat vaqt sarflaysiz. Siz ham o'zingiz hobbingizni eshitishingiz kerak. Chunki hozir men oxirida bitta anaqamiz aytdilar. Mana reading Quran dedilar-da. Qancha vaqt sarflaysiz kuniga? Yoki haftasiga necha marta vaqt sarflaysiz? O'sha narsani aytishingiz kerak. I like to do it. Qayerda qilish yaxshi ko'rasiz? Uyda. I like to do it at home. Yoki in the park, at the sport club, everywhere. It can be everywhere, at university. Xohlagan joyingizda. Ya'ni o'sha hobbi bilan qaysi payt shug'ullanish, qayerda shug'ullanishni yoqtirasiz. And I enjoy it. Yoqtiraman. Nimaga yoqtirasiz? Because it helps me relax. It develops my cream oshiradi. Okay, yana nimaga? It keeps my health, it makes me feel good. Siz mana shu to'rtta variantdan bittasini olib gapiring, xohlasangiz 2-3tasini gapiring. Xohlasangiz o'zingizni versiyangizni qo'shing. I enjoy it because it helps me relax and makes me feel good. Say, for example, this one. And keyingisi nima? Hobby, o'sha hobby bilan shug'ullanganingiz o'zingizni qanaqa his qilasiz? How do you feel yourself? O'zingizni qanaqa his qilishingizni aytishingiz kerak. When I do this hobby, I feel happy, relaxed, energetic. Bittasi, любой bittasi. I feel happy and energetic, for example. I feel happy and I feel relaxed and energetic or happy. Yeah? Mana shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Okay, ketdik. Hamma o'zinikini yozsa, mana bu oxirgi aytganimizda. Yes, but my favorite one is ride and noto'g'ri bo'lib qolibdi. Read bo'lishi kerak. Ride degani bu ot minishdagi. In my free time, I usually ride a bike with my little sister. I started this hobby when I was a child. Okay. Ketdik. Mantiga ham o'zingni yozsin. Bitta. Well, so others. Hop, Izoza. Okay. You can speak. Qolganlar o'zinikini aytib tursin. Hi, hello, Izoza. Gapiring. Just a minute. Yes, Izoza. You can speak now. Gapirsiz bo'ladi. Good evening, teacher. Good evening. Let's start. I usually spend about 2 hours on my hobby. I like to do it at home. I enjoy it because it makes me feel good. When I do this hobby, I feel energetic. Yes, very nice. It's also very cool. Hop, zo'r, yaxshi. Boshidagilarga ham aytsam bo'ladimi? No, uni boshqa odam aytadi endi. Thank you. Hop, bitta odam menga boshidagilar mana bu bilan hammasini bitta qilib aytib bersin. Who? Kim aytib beradi? Okay. So others, Nafisa, how do I gapiryapsiz? You are always active. I really love it. Boshqalar bitta harakat qilib ko'rsin. Gapirmaganlar. Yes. Who? Yeah. Qancha gapirishga harakat qilsangiz, shuncha ingliz tilida bo'lgan qo'rquvlaringizni yengishni boshlaysiz. Keyin ovozingizni chiqarib gapirganingizda ham og'iz artikulatsiyasi yaxshi ishlaydi. O'zingizni aniqroq bo'lasiz. You just started to feel comfortable. O'zingizni yaxshiroq his qilishni boshlaysiz. That's why ko'proq gapirishga harakat qilish kerak doim in English. Даже xato qilsangiz ham. Hopmi? Okay, hop. Well, bizda ham M harfi bor ekanlar. Just try. Hi, hello.
Boshidan aytib beraymi? Boshidan hammasini tez gapirib bering. Hop. Ketdik. I have several hobbies, but my favorite one is hobbies cooking. I started this hobby when I was childhood. My first hobby was Misol uchun drawing deylik, chizish. drawing and cooking interests in Yo'q, qani shoshing, tez gapirganda xato to'xtashing. When I was child bo'ladi. Childhood degani mana yoshligim degani. Okay? When I was child. Misol uchun I started this hobby when I was child. My first hobby was nima bo'lgan? Birinchi hobbies. cooking, but later I became more interested in play tennis because it's interesting. Playing tennis because it's interesting. Okay, I yes. usually spend off 2 hours on my hobby. I like to do it at my kitchen. Yes. I enjoyed it because I think this is my talent. Yes, really nice. What else? When I do this hobby, I feel happy and energetic. Energetic. Okay, yes, very nice. Very cool. Thank you. Well, man bitta oxiri qolib ketgan ekan, hozir shuni tushuntirib boraman. Well, when I feel happy, energetic, and what else? I often share this hobby with friends. Yani kim bilan o'ynashish. Sometimes we play together, discuss book, and go to evening. Okay? Mana oxirini qo'shib qo'yasiz gapirayotganingizda. I often share this hobby. Yani bu hobbini kim bilan qilishingiz, misol uchun o'rtog'ingiz bilan qilishingiz mumkin, oila a'zolaringiz bilan qilishingiz mumkin, o'zingiz bitta o'zingiz qilishingiz mumkin. Yes? And you need to talk about this one. So, and buni tugatdik. Hozir men yozganlarnikini bitta ko'rib chiqayman. Xo'p, kimlar nimalar yozganini? Xo'p, qaranglar o'rtoqlar, bu yerda yozinglar, hammani gapirishga imkoni yo'q. Really, it's impossible to speak everyone. Hamma bu yerda gapira olmaydi. Men o'tgan safarim har safar o'rgatyapman, qanaqa gapirish kerakligini. Yozganingizni ovozingiz chiqarib o'qing. O'shanda sizda yaxshiroq bo'ladi, o'rtoqlar. Guys. O'shanda yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni yaxshiroq speaking qilayotgan bo'lasiz. Mana menga gapirib o'tdingiz, o'tda gapirdingizmi? O'shancha hamma bab gap. Hop, I usually spend about every evening on my hobby. I like to do it at home. I enjoy it because it develops my creativity. When I do this hobby, I feel energetic. I often share this hobby with friends. Sometimes we discuss very nice. Parizoda va shechotki. Zo'r. Mana shunaqa gapiradigan bo'lsangiz, bu zo'r degani. Okay, very nice. So, endi nimani gapiramiz? Keyingi gapiradigan narsamiz bu compare ko'ramiz. Bitta mana shu. Mana bu ham sal it can be a bit difficult for you and it's a new thing for you. Bu ham bitta yengillik bo'ladi. Comparison feelinglaringizda keyin aniq compare qilib ko'ramiz. Qarang, bu alohida anaqa bo'lim hisoblanadi. I prefer degani nima degani? Prefer. Guys, what's the meaning prefer? Sekinroq ketyapti. Yes. Prefer, yeah. What's the meaning prefer? Right. Endi qachon olasizlar o'rtoqlar, internetda bor shu. Mani qo'limda emas ekan internet ko'tarish. Yo'q, bor, anaqa ketyapti. O'chib qo'ygan ham bor. Men o'zimga atel o'chib qo'yganman. Ulanmasin deb. Everything's good. Hop, ketdik. Well, and now we talk about what? Qarang. Prefer degani afzal ko'roq, indoor degani ichkarida qilinadigan mashqlar. O'zi bitta vocabulary ketyapti. Shuni vocabulary yozasangiz bo'ladi. Indoor bor, outdoor activity bor bizda. Ya'ni ichkarida qilinadigan activitylar bor, tashqarida qilinadigan activitylar bor. Misol uchun, tennis o'ynash bor, ko'proq tashqarida qilinadi. Futbol tashqarida o'ynaladigan o'yinda, lekin swimming ichkarida o'ynaladi. Ya'ni o'ta ichkarida anaqada qilasiz. Swimming poolda shug'ullaniladi. Yes, o'sha it says bo'ladi. I prefer indoor activities yoki I prefer outdoor activities. Tashqarida yoki ichkarida ko'raman.
Nimaga? Because they are more comfortable, they are more exciting. Qanaqaligi? I can do them with friends. Bu ikkinchi gap. Well, tushundik-a? Bu o'zi qarang, u tepadagi aytayotganlarimiz okay, boshqa siz bo'ladi. Buni comparison qilib filmlarimiz bilan chiqazib beramiz. Qanaqa? Misol uchun umuman olganda qanaqa misol nimani olaylik? Sport activitylarni olaylik. Sport activity. What is your favorite sport deydigan bo'lsak, yes, misol uchun for example. Yoki boshqa narsa, indoor outdoor activity. Misol uchun kitob o'qish bo'lishi mumkin, bu indoor activity ga kiradi. Running bo'lishi mumkin, bu outdoor activity ga keladi. Yoki hanging out with my friends, tashqarida o'rtoqlar bilan aylanib bu outdoor activity ga kiradi. Tushundingiz? O'sha ikkalasini farqini bilib oling. I prefer indoor or outdoor activities because they are more comfortable. Chunki qulay-da, zo'rda, deyapsiz. Yoki-da they are more exciting, juda ham ajoyib, juda ham yaxshi. Yoki-da because I can do them with friends. Mana chunki men o'rtoqlarim bilan qilaman-da. Bu narsani. Yoki-da I like fresh air. Ya, misol uchun bu tashqariga outdoor ga ketadi. Bironta bir hobbini oldik va qayerda ichkaridagi qilinadigan activity, tashqarida qilinadigan activity oldik. Misol uchun kitob o'qish bo'ladigan bo'lsa, I prefer indoor activity bo'ladi. Chunki kitob o'qish ichkarida o'qiymiz, ko'proq tashqarida emas. And I can say that it's because it's more comfortable for me. Mana uchun qulay uyda o'tirib bemalol oyog'imni uzatib kitob o'qish deylik. Yes, mana shunaqa. Endi hop, compared to other hobbies, ya'ni boshqa hobbi compare degani taqqoslash. Boshqa hobbilar bilan taqqoslaydigan bo'lsam, bu hobbini deyapti. I think reading books is more useful because it teaches new skills. Mana bu because sanki nima qo'yishni bilmaysiz. Mana bu yerga naqalardan olasiz. Okay? Vat, bu darajasini o'zim ko'targan edim. Shu sizlarni o'roq qilishingiz uchun. Chunki har doim oddiy narsa bilan yurolmaymiz. O'sha sekin level up qilishimiz kerak. Bu level up bo'lish uchun edi. Xo'p, qarang. Compared to other hobbies, boshqa hobbilar bilan solishtirganda, o'ylashimcha, men bitga qaysi hobbi, nima hobbiligini aytasiz. Misol uchun men qo'yaman reading books qo'yaman. Compared to other hobbies, I think reading book is more useful because nimaga? It teaches new skills. Chunki yangi narsalarni o'rgatadi, menga deyishingiz mumkin. Yoki it helps in school. Maktabda yordam beradi. It's good for health. Sog'lig'imga foyda. It makes me more confident. U menga bo'lgan, o'zimga bo'lgan ishonchimni oshirib beradi. Aynan o'sha hobbi nimaga? Chunki yaxshi ko'rasiz, nima uchundir? Misol uchun kimdir dance yaxshi ko'radi, qizlar ko'proq dance yaxshi ko'radi. Nimaga? Chunki o'ynaganda, raqsga tushganda o'ziga bo'lgan confidence oshadi, energiya oladi-da, u vazifadan. Lekin they just started to feel confident. Qulay, o'ziga ishongan, yaxshi his qilishni boshlaydi. Mana shu narsalarni aytsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zingizga qanaqa o'zingizda bor narsani, okay? So, next one. Yokida yoqtirmaydigan narsangizni aytsangiz bo'ladi. I don't really enjoy watching TV all day, playing violent games, cooking because yoqtirmaydigan narsalaringiz bo'lishi mumkin-da. Bizda bor yoqtiradigan, yoqtirmaydigan hobbilarimiz. Yoqtirmaydigan narsangiz, misol uchun men televizor ko'rib o'tirishim, men kuni bo'yi yoqtirmayman, chunki deyarli ko'rmayman. Men shuni aytsam bo'ladi. Bu ikkinchi tipdagi narsa. Xo'p, it's about something you don't like. Yoqtirmaydigan narsangiz qanaqa gapirishingiz kerak? Hobbies. I don't enjoy this hobby because it's boring, juda ham zargar. It's not healthy. Anaqa emas. It takes too much time. Ko'p vaqtimni oladi. Yoki I don't learn anything new. Yangi narsa o'rganmayman. It's the second type of the thing. Ikkinchi xildagi narsa. Eshituvlar hozir bitta odam gapirib beradi menga. And my hobby helps me. Improve, misol uchun, my hobby help improve my English, stay active, express myself. Tepadagi aytdiku, I think more useful through my hobby helps me. Nimaga yordam berishingiz bo'ladi, and it also teaches me patience, teamwork, new knowledge. Va chunki har bitta narsa bizga nimadir o'rgatadi. Mana yangi hobbi o'rganyapsizmi, nimadir qilyapsiz, o'sha narsa orqali yangi narsa o'rganish, yangi informatsiya olishni boshlaysiz. O'shaning uchun bizga kerak bo'ladi. Okay. Xo'p, mana bu yerdan bo'lamiz. Mana qo'yamiz. Mana bu yerdan yoqtirmaydigan narsangiz haqida gapiramiz. Mana buni shuni tepaga olamiz. Mana bunda yaxshi bo'ldi o'shanda. Tushunarliroq bo'ladi, gapirishingizdagi yaxshiroq bo'ladi. Okay? Let's start. Hop, ketdik. Bitta odam
Menga mamlakatchasini gapirib beradi. Ikkinchi odam yoqtirmaydigan hobbisini aytib beradi. Birinchi odam yoqtiradigan hobbisini aytib beradi. Ikkinchi odam yoqtirmagan hobbisini, okay? So, hop, anaqa boshqa qolmagan. Tushunarli bo'ldimi? Ketdik. Tushunarli bo'ldimi? Mana shu kecha tushundinglarmi? Qanaqa gapirish kerakligini o'zingiz haqida. Bu sal kompleksroq, qiyinroq versiyasi, oddiy oson emas, bu sal ko'proq variant edi. Yes. Tushunarlimi? Others? So guys, I'll send it. Okay, if everything understandable, we'll start to ask. Hop, qolganlar yozsin. Mana shuni hozir yuborib qo'ydim sizlarga. Tagiga o'zingizlarning hobbiylar haqida mana shunga moslab turib o'zingizlarnikini gapirib bering, ya'ni hobbiylarni. Okay, bu yoqda kim gapiradi? Okay. So, Nafisa, Abdurahim va okay, bottom aytasiz. Yeah, you can start. Ketdik. Aha, endi boshlang. I prefer indoor activities because Ovozingiz kelmay qoldi. Ovozingiz kelmay qolyapti. Baqirib. Baqirib. Okay. Mana internetlari yomon ishlamay qoldi. So, who else? Kim? Who wants to speak? Kim gapirsa xohlaydi, o'rtoqlar, oxirgi imkoniyatlar bilan. boshqatdan. Bo'pti, boshqatdan. Hop. I prefer Ket. indoor activities because they're more comfortable compared to other hobbies. I think reading books is more useful because it makes me more confident and it's good for health. My hobby helps me improve my English and my active or express myself. I don't really enjoy TV all day. Yo'q, bu anaqa yoqtirmagan hobbingiz haqida gapirishingiz kerak. O'zingiz yoqtirmaydigan narsangiz. Qaysi narsani yoqtirmaysiz, misol uchun? I don't really enjoy playing tennis. It is boring. It takes too much time. It also teaches me patience and teamwork. Okay, tepaga olib qo'yaylik. Yozmashi turgani yaxshiroq. Yaxshimi? Yaxshi. Zo'r. Просто internetdan pastga qarab tushish kerak-da. Gapirayotganingiz zaman internetda turib qolsa, mundoq pastga tushish kerak-da. Sizniki mundoq ketib qolyapti-da, biz bilolmay qoldik. Tugamayapti, okay? Bitta mana shu narsaga ahamiyat berib qo'yasiz intonationga. Well, thank you so much. Who else? Okay, who else? Kim gapiradi? Well, hop, qarang, tepadagini bitta gapirib tushasiz, o'zingiz hobbingiz haqida aytasiz, chunki bu aniq daskaning ichiga kirishda, hobbini qachon, qaysi payt qilasiz, nima qilasiz, mana shu haqida bo'nlayib berish, u nimaga yordam beradi sizga, вот, mana shu narsa. И keyin well. Ketdik. Bitta anaqalarni ko'tarib ol, qolganlar bu yerda gapirib tursin, o'rtoqlar, yozib turinglar mana bu pastda, men sizlarga yuborganimdagida. So guys, be active. Why don't write? I'm just checking it. Hammanikini tekshiravdim. Mana shu yozinglar, mana shu tagilarni o'qiymiz. Let's start. Davay boshlaylar. Mana bu yozinglar, shu tagilarni o'qib chiqamiz, xo'p? Well, be quick. Kim gapiradi? Kim gapirmaydigan? Bitta qo'l ko'tarib olinglar. Okay, Daisy, boyam gapirolmaganingiz. Yeah, let's start. Hi, hello. Hi, teacher Shahla. I'm glad to see you. Thank you so much. You too. Okay. Let's start. May I begin? Okay.
Yeah. Like many people who are extrovert, I prefer outdoor activities because they are more exciting for me. Mhm. My hobby is jogging, and I have a habit of jogging every evening with my friend. Mm, bec- Mhm. and it's a great way to uh, connect and share ideas with other people. Compared to other hobbies, I think it's more useful because it helps me to stay healthy. My hobby Mhm. helps me stay active. It also teaches me teamwork. Right. Yes, right. Okay. Oxirgi juda turib qo'yaylik bo'pti. Qaysi anaqani hobbyni yoqtirmaysiz? Nimani yoqtirmaysiz qilishni? Shuni bitta aytaylik. Okay, I don't really enjoy learning a Korean language because it's so boring and it takes too much time. Thank you so much. Very nice, very cool. Good. Thank you. Xo'p, yana bitta odam gapirsin, keyin men bu yoqdagilarni o'qiyman. Qani bu yoqda yozyapsizlar? Yeah, guys, why you are not active? Qancha qisqa qilib aytinglar. Okay. Well, so odam gapirsa, bitta mikrofonni bosib qo'yinglar, tugab chiqasizlar. Okay, okay, I'll give you information. Xo'p, Parizoda. Yeah, you're welcome. You're welcome, yes, yeah. Let's continue. Let's start. Başlayalım. Parizoda. Yes. Hello, teacher. Hi, hello. Boshdan boshlab gapiraveramiz biz. Yes. Yeah. I prefer indoor activities because they are more comfortable compared to other hobbies. I think reading book is more useful because it teaches new skills. My hobby helps me. Trust me. Parizoda, trust me. It teaches new skills. It My teaches hobby. new skills. Ketmashdan. Because yes. Because it teaches new skills. My hobby helps me improve my English. It also teaches me teamwork. I don't really enjoy playing violent games because it takes too much time. Violent games yani bu ani urush jangari anaqalarni o'ylanib One teacher says, okay, shuni kelasidan qilib pronunciation to'g'ri qo'ysangiz bo'ladi. Politsiyada ozgina confidence kam. Nollikka harakat qilsangiz bo'ladi, bemalol chiqadi. Well, who else? Okay, Sarvinoz beraylik. Sarvinozga gmail.com. Yes, hi, hello. Anaqa qiling, intonatsiyani to'xtab gapiringlar, o'shanda bo'laman. I prefer indoor or outdoor activities because they are more comfortable. And compared to other hobbies, I think reading book is more useful because it teaches me skills. Also, my hobby helps me. Mana shunaqa intonatsiya to'xtab hozir aniq Sarvinoskiga beraman gapirasiz. To'xtab mana shunaqa qilib gapiringlar. Mana ohang ham juda muhimda bu yerda. And my hobby helps me improve my English, stay active, or my hobby helps me express myself. It also teaches me new knowledge. And I don't really enjoy watching TV at all because it's boring and takes too much time. That's all. That's not happening. Oh, hang on. Ketdik. Sarvinoz. Yeah? You're audible now. Sarvinoz. No, she doesn't win. Okay. So, who else? Kim? Boshqa odam gapirsin.
Men ko'p kutolmayman-da, chunki mana shuncha odam turibdi, endi nastroga to'g'rilab olishingiz, texnik problemasi hal qilib olishingiz, sorry, kutolmayman. Okay, bizda bor biskuit, o'z bor. Boyda shug'ullanishsa? Okay, biscuit us. Let's start. Hi, hello. Hello. I prefer Okay, hi. indoor activities because they are more comfortable. Mhm. I can do them with friends. Compare it to other hobbies. I think it teaches new skills. I think, Yes, right. I think it's good for health. Mhm. Or it makes me more confident. My hobby Okay, helps qarang, me. to'xta. Shoshmang. Mana bu sizlar qaysi hobbiylikni aytmadingiz lekin. Nima hobbiyligini aytmasdan ketdingiz. Sorry. Yeah. My hobby is study new til nima desa bo'ladi? Language. Study Yeah. new language. Learn. Yo'q, study demaylik, learn new language deng. Study degan o'qimoq, learn degan o'rganmoq. Sorry. Learning new language. Learning new right. language. Yes. Compared to the hobbies, I think this teaches. I teach new skills. It teaches. My helps. Sorry, ozgina hayajon bor. My hobby helps me improve my English and stay active. Yes, right. It also teaches me new knowledge. I don't really enjoy it. Okay, buni ham ayting. Yes. Yoqtirmaydigan narsa. I don't really enjoy watching TV all day. Really, men haqiqatdan ko'p televizor ko'rmayman. Because it is not healthy and it takes too much time. Молодец, very nice. I don't learn anything new. Yes. That's all. Thank you so much. Thank you. Thank you too. So, guys, very nice. Ko'rdinglarmi mana qo'rquv borda odamlarda. Lekin mana qanaqa gapirish kerakligini bilgan sari man gapirsam maylimi? Nimaga? Chunki o'zi mana bu narsa odamga ishonch beradi-da. Qanchalik siz hech qachon qo'rqishingiz kerak emas. Kimdir meni cheklab qo'yadi, kimdir meni xatoyimni topadi. No, it's okay. Hech qanaqa bosim ham bo'lish kerak emas. Zato siz eng katta galочка bo'lishi kerak. Men gapiryapman degan narsa bo'lish kerak-da. Chunki juda ko'pchilik gapirishdan qo'rqadi, boshlashga qo'rqadi. Boshlashga boshlab olganingizdan keyin unaqa bo'lmaydi. Hammasi smooth ketaveradi, silliq joyida zo'r ketaveradi. Prosta to'g'ri ishlab ketirish kerak, metodikani to'g'ri qo'yish kerak, qanaqa ishlash kerakligini bilish kerak. Xo'p, men bitta odamga borgan o'qib olaylik. For indoor activities because they are more comfortable and I can do that with any time at home. Compared to other hobbies, I think reading books is more useful because it teaches new skills and it helps me in school. I don't really enjoy playing violent games because it's not healthy and I don't learn anything new. My hobby helps me to improve my English and it also teaches me patience and new knowledge. Very nice, very cool. Mana shuni men o'qiyman, tekshirish ma'nosi. Siz mashinaga qilib oynaga qarab o'zingiz gapirib bering. 2-3 marta gapirib berganingizdan keyin o'zi avtomatik kelishni boshlaydi narsalarda. Keyin o'shandan keyin boshlaysiz. So, guys, men yoqtiradigan joyga kelyapmiz. Menga eng yoqadigan mana shu joy. Well, bugun dars qanaqa bo'ldi? What do you think? Yeah, what do you learn? What kind of new things did you learn? Yeah. How's this lesson, guys? And your feedback is really interesting for me. Menga juda muhim sizlarning feedbackinglar, nima o'rganganinglar, qanaqa bo'lgani. Yeah?
Great. Was so good. Thank you so much. Okay, nima o'rgandinglar? Biror tekin dars beraymi? No, you did. I know. A lot of things. Yeah, guys. Yeah, right. O'zi o'rganishlik kerak-da, yangi narsa o'rganishlik kerak-da. And that's why you are here, guys. Hop. Okay. Hop, tepada bitta kimdir boy kursni so'rab yozgan ekanlar. Bilasizlar, men kecha anaqaga ochganman. Qabul ochdim, 10 ta odam olaman deb. And the perfect one was today. I got very nice, very cool. O'shamasdan o'rganish kerak-da. Men darsda shunaqa narsalar o'rganadi. Bemalol gapirish mumkinligini o'rganadi. Birinchi darsdan gapirish kerakligi va gapirishni boshlaydi o'quvchilar. Va shunaqa narsalarni o'rganadi. Okay. Hop. Well, as you know, yesterday I opened new course. 10 ta odam olaman dedim. O'sha nechtadir joy band qilingan. Kimlar yozilmadi hali va nimaga? What's the reason why you are not here? Nimaga endi qadamassiz? Chunki o'sha narrowly we have finished this week. Уже tugatib bo'ldik. Haftani Okay, impossible again. Okay, maybe for you it's impossible. Yes. So others, why you are not here? Why you are not in my that group? I know I learned something new and years old from each day that told me really doesn't call us again and you won't call them how yes, aniqlamoqni qo'rqmasangiz. Very nice guys. Zo'r, молодец. Hop. Well, nice. Kim? Hop, kecha sizlarga aytdim. Bittadan guruh ochaman, ichida 10 tagina odam bo'ladi. Boshqa guruh ochilmaydi. Boshqa bunaqa guruh ochmayman. Bu ham sizlarni so'raganinglar uchun, chunki bir haftadan beri dars o'tyapmiz. Bilasizlar, lekin hamma yoqdan mana bu yerdan so'ragan. O'shaning uchun bor yo'q 10 ta odam olaman. Ato vaqtim yo'q, to'g'risini o'to'la. Because I have a lot of work. Juda ish ko'p. That's why. 10 tagina odam olaman dedim. O'zi 15 tadan 20 tagacha bo'ladi bitta katta guruhda, lekin unaqa qila olmayman, chunki sifatga ham qarash kerak. O'shaning uchun 10 ta dona odam olaman dedim. 0 dan boshlanadi o'rtoqlar. Kimlar o'qisa bo'ladi menda? 0 dan boshlamoqchi bo'lgan odam o'qisa bo'ladi. Grammatikani biladi, speaking yo'q odam o'qisa bo'ladi. Qanaqadir ekzamenga tayyorlanmoqchisiz, qanaqa gapirishni bilmaysiz, ya'ni hali improve qila olganingiz yo'q speakingizda. Misol uchun grammatikada juda ham zo'r, readinglaringiz, listeningiz yaxshi, lekin bor shunaqa odamlar, mana intermediate darajada, lekin speakingga beginner bo'lib yotibdi yoki elementary bo'lib yotibdi. O'shunaqa odamlar bemalol o'qisa bo'ladi. We will start from introduction part. Birinchi kun ko'rgan bo'lsangiz, introduction qanaqa o'tdi? Misol uchun o'zingiz tanishdingizmi? Birinchi darsdan har bitta odam o'rganish kerak. 0 dan boshlayotgan odam ham, xoh birinchi qancha paytdan beri gapirib, hali ham gapirish bilolmagan odam ham bemalol o'rgansa bo'ladi. Hop, darajamizni bemalol butun sevgicha yozilardim. Yo'q, Abubakar, agar bunaqa bo'ladigan kursingizga to'g'ri kelmaydi, o'rtoqlar, bu endi 0 dan boshlamoqchi bo'lgan odamlar uchun bu bor levelda B2 dan C1 ga yoki B1 dan C1 ga ko'tariladigan level emas, 0 dan boshlab 2 oydan B2 gacha ko'tariladigan level. Keyin men kecha sizlarni ko'rmay qolmadi. Bitta so'z bor. Otib tashlaring degan esingiz bor ekan, to'g'risi. 2 oyda B1dan C1 2 oyda B0 dan B2 C1 ga chiqazib berasizmi debdi-da. Bittasi yozgan ekanlar. Keyin men ko'rman, tugagandan keyin o'qib turman, tushunmay turman. Ishoninglar o'rtoqlar, u narsa nerealniy. To'g'risi, men unaqa narsa, men hech kimga level ko'tarib bermayman. Sizlar ishlaysizlar, men sizlarga metodika beraman. Qanaqa ishlash kerak, qanaqa vazifa qilish kerak. Men aytaman, sizlar ishlab o'zinglarni ko'tarasizlar. Men hech kimga level ko'tarib bermayman. Men bu narsa emasman. Yes, yes, guys, I'll give you information about the price and everything. Hop, just a minute. Okay, guys, that course is about. I'll send you full information. Hop, full information tashlab qo'ydim. Qaranglar, darslar haftada 6 kun bo'ladi. 2 oy dars bo'ladi, 0 dan boshlanadi. 6 kun bo'ladi haftada. Qanaqa bo'ladi? 3 kun grammatika bo'ladi, 3 kun speaking bo'ladi. Chunki biz ham grammatikani o'rganamiz, ham speakingni o'rganamiz. Bir paytda o'zi mana birinchi darsda introductiondan boshlab o'zingiz gapirishni, o'zingiz haqingizni tanishtirishni boshlaysiz. Shu bilan ketadi. Keyin nima bo'ladi? 2 oyda bemalol B1 ga darajaga ko'tarasiz.
ham bu yerda grammatika o'rganasiz, ham bu yerda speaking o'rganasiz. Chunki grammatika speaking o'rganib bo'lmaydi. U grammatika speaking o'rgataman, bilmayman, how it can be. No, lekin sразу grammatika o'rganasiz, vocab o'rganasiz. O'sha narsani qo'llaysiz. Readinglarni ko'rib chiqasiz. Misol uchun reading o'rganasiz. Listening bo'ladi. Listening eshitib turib, mana darajasiga mos narsani eshitib turib o'rganib ketaverasiz. Mana shunaqa qilib 2 oyda speakingingizni yaxshi chiqazib olsangiz bo'ladi. Noldan boshlayotgan odamman. Well, stories yo'qmi, please. Men gapirmoqman. Men birolik please. Hozir masalasi, hozir vaqtim tursa, bu ham hozir speaking kursiga vaqtim yo'q. Ko'pchilik bola juda paytdan uchun bo'lmadi, uzr. Anaqadan ko'rasiz bo'ladi, zapis bo'ladi, zapisdan ko'rasiz bo'ladi. Speaking bo'lyapti, xonamda qanaqa qatnashaman. Okay. Oh my god, it's very expensive. Hech qanaqa expensive emas, guys. Come on. U sizni anaqangizda, men berayotgan qiymat undan ancha arzon. Men berayotgan qiymatga bu arzon. Hatto misol uchun 2 oyda speakingizni B1 ko'tarib beraman degan joy bor. Misol uchun qayerda ko'rgansiz shunaqa joyi, qayerda shunaqa levelingizni ko'tarib olsangiz bo'ladi. What do you think? Where? 2 oyda misol uchun oddiy kursga borganingizda qancha sarflaysiz? Misol uchun language centerlarga bordingiz. Qancha mayli 500 minglik kursga bordingiz. Lekin 2 oyda sizni B1 darajangizni ko'tarib beradimi? Garantiya beradimi? Men garantiya beraman. Agar men aytgan vazifalarni 100% qilib, darsga 100% qatnashib turib ham 2 oyda full o'qib turib ham speakingiz bo'lmasa, plyus qaytarib beraman. Shunaqa joy qayerda ko'rgansiz? Qayerda bor bunaqa joy? Garantiya beradigan, sizga rostdan o'qimasdan, nezni og'ritmasdan, hech qanaqa siqmasdan, ingliz tilini o'rgatadigan, maza qilib asosiy speaking chiqarib beradigan joy bormi? Yeah, we don't have any kind of place, yeah. O'shaning uchun har doim qimmatga anaqa beriladi. Hammaga o'qish majburiy emas, guys. O'sha mana shu bir haftalik darsdan ancha narsa o'rgandinglar. Shuni o'zi ham ancha narsa, misol uchun yuqumli bo'lsin. Mana shu bergan darsimga roziman. Bundan tashqari yanada yaxshiroq rivojlanmoqchiman desangiz, o'sha o'qishingiz kerak. Men aytganimdek, siz aytganingiz uchun, chunki bunaqa kurs boshqa ochilmaydi manda. I have another thing. So, that's all. Qanaqa savolinglar bor? Yeah, guys. Qanaqa savolinglar bor? Savollari o'tkazibdi. Okay, ketdik. Qanaqa savolinglar bor? 2 minut anaqa qilinglar, gaplashaylik, keyin tugataman. Hozirgi qo'shildim kanalga speaking bo'lyapti, xalaming qancha, qanday qatnashaman. Hozirgi bo'layotgan tashladim, o'rtoqlar tekada informatsiya. Xo'p, men adminga yozsanglar bo'ladi. O'rtoqlar yozmoqchi bo'lganlar, agar hozir kurs bir haftadan keyin boshlandi, 29-sentyabrdan boshlandi. Dars bizda kechki payt bo'ladi. Soat 9da bo'ladi. O'zim olib boraman. Darslarni o'zim olib boraman. O'shanga bemalol yozsanglar bo'ladi, o'rtoqlar. Xo'p, hozir misol uchun 1 million pulim yo'q. Keyingi hafta, chunki men birinchi to'lov qilgan 10 ta odam olaman-da, undan boshqa odam olmayman. Keyin kimdir to'lov qilib qo'ysa, men adashmam, pulni qaytarib beraman. Because limit shunaqa menda. Songa emas, sifatga ham qarash kerak. O'shaning uchun agarda hozir anaqa deydigan bo'lsanglar, misol kartina 1 million yo'q desanglar, joylarni band qilib qo'ysanglar bo'ladi. 100 ming so'm to'lov qilib. To'lov anaqa qilib turib, bir haftadan ichida keyin qolganini yopib bersanglar bo'ladi. Hozir boshlanishiga, misol uchun agar pul yo'q bo'ladigan bo'lsa, 100 ming so'm to'lov qilib turib, shunaqa qilsanglar bo'ladi. Shunaqa imkoniyat bor, o'rtoqlar, guys. And that's why. Xo'p, yana qanaqa savol bor bizda? Yes, necha pul dars berasiz? Chunki ko'pchilik so'ragan uchun o'zi ochish niyatim yo'q edi. Juda ham ko'pchilik yozdi Instagramda ham bu odam kurs deb turib. O'shaning uchun aytaman. Rostdan o'qimoqchimisiz, rostdan mehnat qilmoqchimisiz, rostdan sizga ingliz tili kerakmi? Kamroq o'ynang, ko'chada, misol uchun kafe, restoran kamroq boring, bitta ikkita kamroq kiyim kiying, zato 2 oyda ingliz tilini o'rganib olasiz. Yillab yurmaysiz. O'rganishim kerak deb uchib sentrga borib, bundan qilib. Men konkretni aytgan narsasini qiladi. Yo, nima o'rganasiz bo'ldi. Ha. O'zim nechenda o'rganganman, o'rtoqlar. Men universitetga kirganda ham birinchi yil gapira olmagan, birinchi kursda paytda umuman gapira olmagan. Tushunasizmi? Mana universitetga kirganman o'qishga. Mana bilmaganim uchun, chunki bunaqa oldimda kurs yo'q bo'lgan. O'zim qiynalganim uchun, mana misol uchun
birinchi kursligimda man aytganman-ku, Instagramda yozib berganman, kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Men gapira olmaganimda bir xil payt ustozim tushunmaganda bir marta, как bu mani ustidan kulishday bo'lganda, birinchi kursda man gapira olmagan, juda ham katta travma bo'lgan bu menga. O'sha payt yo'q bo'lgan mana 2 oyda rostdan speaking chiqarib beraman, o'zingni impress qila olasan, express qila olasan degan kurslar bo'lmaganda o'sha paytda. Men bo'lganda o'qirdim jon-jonda. Undan keyin yillar ketgan yana o'qishimga, rivojlanishimga, speakingni ko'tarishimga, o'zim speaking chiqazib turib, bu programmani o'zim tuzib, o'zim yozib chiqishga kamroq qancha vaqt ketgan deb o'ylaysizlar? Because it's about myself. Bu o'zimdan kelib chiqilgan narsa-da. Bu aynan kimnidir natijasi, kimnidir kursi nimasidir olmagan. Yo'q, o'zim og'riqlarimdan, o'zim chiqaza olmaganim uchun speaking qanaqa chiqarish kerakligi uchun, o'quvchilar ham qiynalgani uchun, mana shunaqa hammani og'riq bo'lgani uchun mana shu kursni o'zim tuzib chiqaman. Bundan keyin mana naqsi gapirsa bo'ladi, mana naqsi bo'lsa bo'ladi. Bu o'zimning mualliflik kursim. That's why. Bunaqa narsa hamma joyda emas. Bu maqtanish bu narsa emas. Yo'q, menda bor, o'zimda bor narsa. Chunki men собственно o'zim qilib chiqqaman. Hammasini bitta-bittalab. That's why. O'tlasa bo'ladi ingliz. Aksent o'rnatsa bo'ladimi? Jo'da bo'ladi. Adhamjon. Okay, sizlarga galyapti. Shunaqa gap o'rtoqlar. If someone wants to join this group, agar maza qilman bilan mening energiyamda bo'lib o'qimoqchi bo'lsanglar, you are welcome. Bemalol yozsanglar bo'ladi, lekin to'lib qolgandan keyin qabul qila olmayman. So that's all. I guess if you don't have any other questions, we have to stop today's live stream. Bugungi darsimizni tugatamiz. Hammaga kattakon rahmat darsga qatnashganingiz uchun. Hammalarni yaxshi ko'raman. Bye. See you. Well, that's darsimiz.